Do'stlar, mana bugungi 3-mikroterapiya operatsiyamiz. Xudoga shukr, yaxshi sifatli urug'lar topildi. 8 yillik bepushtlik bemorda neobstruktiv azospermiya. Moyaklari juda ham kichkina, 6 kubdan, to'liq rivojlanmagan. Ingibin gormoni 7. Ko'pchilik o'ylaydi, ingibin gormoni past bo'lsa urug' chiqmaydi deb. Mana sizlarga isboti, mana urug'. Mana urug' hujayrasi. Mana o'rtada. Bu yerda bor mana. Hozirgi topilgan mana bemorimizdan urug' hujayralar mana ikkita turibdi. Mana bu yerda bor urug' hujayralar. Mana Xudo beraman desa, analizlar juda ham yomon bo'lsa ham urug' topilishi mumkin. Shuning uchun sizlarda ham azospermiya bo'lsa, ko'p yillik bepushtlik bo'lsa, bekordan dori-darmonga sarflab yurmanglar. Mikroterapiya operatsiyasi bunda oltin standart hisoblanadi. Mana yana. Mana 3 ta, o'zida 3 ta hujayra bor. Bu yerda bor.